Why you are still my everything. You haven't forgiven me yet. Are you still in that nightmare? My dream, the one who Operatsiya davom etyapti. me grow. Maybe my choice is Azizim, qayerda yurganding? Nimalar bo'lyapti o'zi? Bizni qizimiz, meni qizim. who can define this call of love, where it turns out the other way, calling the shadows of fear and shame, 'cause I know who you are. Forgive me for this pain we share, craving the fleeting of embrace. Don't tell me I am still hoping you are my heaven. Choychi, o'zingizga keldingizmi? 310-xonadagi qiz o'ziga keldi. Qizim, Iji, o'zingga keldingmi? Opa! Nega dafn marosimi kiyimidasiz? Axir tirikman-ku. Iji. Kechir meni qizim. Oyi! Otang sen ko'zingni ochmasingdan avval bizni tark etdi. Who can define this color of love, where it turns out the other way, calling the shadows of fear. O'zim istagan hayot men uchun xuddi tulki chiqolmagan minoraga aylandi. Istalgan vaqtda minoradan qulab tushishim mumkin. Bilasanmi, bir minora bo'lgan ekan. Tulki o'sha yerdagi eng balandda turgan uzumni yemoqchi bo'pti. Lekin hech uchigacha chiqa olmabdi. Yordam kerak bo'lsa meni chaqir. Darhol yetib kelaman. Menga yelkadosh bo'l, Iji. Meni afsuslarim. Bu meni o'zim. G'ird yaramas ekansan. G'irt ahmoq bo'lgan ekanman. Men rejissyor Ian Uman. Ushbu ko'rsatuvni muxlisman. Shunday ekan bu yerda bo'lish men uchun sharaf. Nima kerak senga, Tezroq keling, oyi, buni ko'ring, o'tib ketadi hozir. O'shanda Malyuska terayotib yiqilib tushgandingiz. Nahotki bu hamma tayin Opamni qilingan yonidagi bo'lsa? mana bu bola. Juda ajoyib O'subingmi? voqealar bo'lgan edi. Kulaverib ichagim O'shanda uzilgan. yiqilganingizni ko'rib atayin yiqildingiz deb o'ylagandim, lekin juda ham tabiiy chiqdi. Bu yana nimasi? Bu rejissyor yigit bu yerda nima qilyapti? Bu meni ilk to'liq metrajli filmim. Shunday ekan ko'p ahamiyatga ega.
cheksiz okean tubiga tushib qolib, hayotidan ma'no izlashga harakat qilayotgan inson qissasi. Rad etayotganing g'alati emasmi? Nega qilishni istamagan ishimni qilishim kerak? Orzu uchun navbatga turilmaydi deganding-ku. Balki ko'proq vaqt kerakdir. Meni yoshlikdagi orzularimni amalga oshirish bu g'irt tentaklik. Nima, meni ham jinni demoqchimisan? Nima? Ikkimiz umuman boshqa vaziyatdamiz. Seni orzularing hozirgi, meniki esa o'tmishda qolgan. Keyin seni doim qo'llab-quvvatlaydigan dadang bor. Umuman seni vaziyating menikidan ancha yaxshiroq. Bahona bu. Xavotirga o'rin yo'q bo'lgani uchun taslim bo'lmagansan demoqchimisan? Men buni nazarda tutmayapman. Kechir. Og'zimga kelganini gapirib yubordim. Burning ostida turgan imkondan voz kechish mana bu ahmoqgarchilik. Avval ham shunday bo'lgan-ku. Subin imkoningni tortib olgan bo'lsa, o'zi qaytarib bersin. Shunchaki shunday o'yla. Hech nimani o'tkazib yuborganim yo'q. Imtihondan yuz o'girib ortidan yugurganding. Kim yugon? Xo'sh, shuncha vaqtdan beri qanday yashaganding? Shuncha yil davomida hayotingga rahming kelmayaptimi? O'zingni ustingdan kulishni bas qilishing kerak. Va o'zingni achinarli dema. Qayerga ketyapsan? Pul ishlab topgani. Ishga ketdim. Avval idishni yuvib ket. Ije kelyapti. Tomoshabinlar reaksiyasi. Ah, sizlar uzum emas, meni yuragimni terdingiz. Iyan u, suv ichishni bas qiling iltimos. Shunda ham juda kelishgansiz. Yo'q, xudo nimalar deb yozishyapti. Qo'yil. Kechirasiz? Qo'limizdan keldi. Ha, boshliq. Xonangizdamisiz? Nima bo'ldi? Yana shu yerda yuvindingmi? Seni uying bormi yoki uying shu yerdami? Ikkinchisi, menga qara, hozir gap bu yerda emas. Oxirgi marta qachon bunchalar mashhur bo'lgan eding? Eslolmayman. Yuqori sinf o'quvchilari birinchi marta meni shovimni ko'rishdi. Shuni aytaman-da, hatto bizni janob rejissyorni boshqa guruhdagilar ham so'rashyapti. Bu yoqqa o'tchi. Nima bo'ldi? Bu o'sha birinchi muhabbating bo'lgan u Subin emasmi? O'sha nima dedi? Hali ham unutolmabdimi? Seni juda sog'inibdimi? Nimalar deb valdirayapsan? Sobiq sevishganlarning birlashuvi. Bunday voqealarni juda yaxshi ko'raman. Bo'ldi, Saran. Endi ketishim kerak. Yaxshisi ishqiy romanlaringni o'qi. Og'zingni yumib yur. Qiziqib ketyapman. Aytgancha, uni chaqirish kerak edi. Ha, qani kir. Nega chaqirgandingiz? Keldingmi? Qani o'tir. Voy. Bu yana nimasi bo'ldi? Bunday quyosh qayerdan chiqdi? Yoki lotereya yutib oldingizmi? Juda mazali ekan. Gap shundaki, o'sha rejissyor bilan yaxshi tanishsan-a? Nima? Demak, shunday. Yo'q, albatta. Qanaqa rejissyor? Meni jinni deb o'ylayapsanmi? Hoy. Montaj qilish vaqti ikkalangizni yaxshilab ko'rib bo'ldim. Tushunarlimi? Ha, u maktabdagi do'stlarimdan biri edi. Yaxshi xotiralar qolmagan. Ajoyib. Uni meni yonimga olib kel. Yana bitta ko'rsatuv bo'ladi. Nima? Istamayman. Yana takrorlash zerikarli bo'ladi. Ay. Buni qarang-ku. Biz sababli u juda ham hozir mashhur. Agar kimdir tortib olsa-chi, obro'dan quruq qolamiz. Reytingimiz tushmaydi. Hozir havo yaxshi, yomg'irli havo. Yangi mavzular tiqilib yotibdi. Agar yana eski mavzuni ko'tarsak, bu juda zerikarli bo'ladi. Agar o'xshasa, bizga alohida bo'lim berishar ekan. Bu mukammal imkon-ku. O'zingni qo'lga ol. G'ururingni biroz yerga toptab bo'lsa ham, rejissyor Usubinni bu yerga olib kel. Quruq qo'l bilan kelishni o'ylab ham o'tirma. Aytishlaricha hozir maktab vaqti yashagan uyda ekan.
bezovta qilganim uchun uzr. Aydam studiyasida o'zbek tiliga o'girildi, ovoz berishda Ilhom va Romari ishtirok etdi. Xo'p, ikkinchi qismni ham tugatib oldik. Birinchi qismda aytgan gapim tasdiqlanyapti, ya'ni bemalol xotirjam ko'rishingiz mumkin. Asabingizni buzadigan qanaqadir joylari yo'q. Kadrlar chiroyli olingan, kadrlar yorqin olingan ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'k rang, moviy rang, qizil rang, pushti rang, olov rang, sariq rang, ya'ni hammasi yorqin olingan. Miyangizni tinchlantirib, maza qilib tomosha qilishingizga yordam beryapti-da. Shunday ekan, tomoshani davom ettiramiz. Nimalar bo'larkan? Telefon ikkita qismdan iborat bo'ldi. Har hafta ikkita qismdan chiqyapti. Ikkinchi qism chiqsa, yana 10 ta qism qoldi. Demak, yana bir necha muddat bilan birga bo'lasiz. Shu bilan birga bir necha kundan keyin yana boshqa 나한테 어디까지 오픈할 dramalar bo'lib 생각이야? o'tadi. 제가 알고 있는 iyul 건 oyiga taxminan 답해드려야죠. 4-ta daromad 저 mo'ljallangan. 계속 Avgust 생각나요. oyiga ham xuddi shunaqa. 나랑 4-ta 친구 daromad 하고 oyiga 싶어요? Shunday ekan, biz bilan birga qoling, tomosha qiling. Uchrashguncha. 나쁜 놈, 왜 자꾸 따라다녀서? 평생 잊을 수 없어서. 내가 왜 여기 있지? 술 먹었잖아요, 주희재 씨. 나랑. Left the feels the hallway, then disappears again.